Mana hanım kızlar, ma praniklerimizni pişib chiqdi. Shunda chiroyli. Buniki ostimi o'ti shunda chiroyli kepti. Endi mushu har ikki pranikimizniki orasini o'zimiz yaxshi ko'radigan kremlar bilan yoki shokolad yoki erislar bilan choplab olib, anadagi mushu pechenimizni shokoladni eritib, biroqlam hamma yerini shokoladga chilab chiqamiz, xonimlar. Hanım kızlar, mana her iki pechenning oraliqini shokolad bilan chaplab chiqdik. Shokolad bilan chaplab, endi ma'u qachida Haji babaning ardil shokoladlari bor. Buni qaynayotgan qaynoq suvning ustiga shu qachimizni qo'yib turib, o'rda eritib olamiz, xonimlar. Eritib, endi shu pechenimizni biroqlama, ikki pechenni chapildik-ku, biroqlam mush shokoladga chilab ilib, may qog'ozning ustiga yoki to'rlisning ustiga qo'yib, ustiga meg'iz patur saqlam bo'ldi, Xanım qizlar, mana shokoladlarimizni mush holatda eritib olgandan keyin, ikki donasini bir qilib chaplab olgan praniklarimizni mush shokoladga silib, ustiga shokoladni to'liq bergandan keyin orlarimiz bilan mushu xil holatda ilib olamiz. Mana sim to'rining ustiga ilib olamiz. Sim to'ringlar bo'lmasa, may qog'ozning ustiga ilib olsanglar bo'ldi, Bu salliq yetishgan vaqtda mana o'xshash hammasining ustiga meg'izni paturib chiqamiz, xonimlar. Mana hanım kızlar, bu pranikimizni shunchalik chiroyli suzuk chiqdi. Bu shokoladga paturib bo'lgandan keyin pranikimizni sal qitishib olsin usti. Anadagi meg'iz usti qo'yib qo'ysanglar, shunda undan tutib ekan xonimlar. Bu praniklarimiz mo'sh qilib shunchalik yeyishlik bir pranik bo'lg'isi. Bugungi darsimiz tamam. Allohga omonat qizlar.